Muammosi yo'q erkak bas, birodarlar, do'stlar. Muammoyingiz bormi, problemingiz bormi? Malades. Eng zo'r erkak ekansiz. Chunki muammo, problema erkak kishida bo'ladi va buni hal qilgan odamgina erkak hisoblanadi. Bilasizmi, erkak kishiga omad qanaqa keladi? Boshida problema bilan, omadsizlik bilan, pulsizlik bilan keladi. Erkak kishi mana shu musibatlarga sabr qiladigan bo'lsa, ariqqa suv ochgandek omadi keladi. Ishi yurishadi. Puli ko'payadi. Omadi keladi. Qarzlar uziladi. Najotga yetilinadi. Faqat qachon? Birinchi musibat kelgandan keyin sabr qilsa, shukr qilsa va Robbisiga noshukrlik qilmasa. Men nima uchun bunaqa bo'lyapti? Qaysi gunohim uchun kelyapti degan erkakka kelmaydi lekin. Shukr qilasiz. Robbim senga shukr. Musibat beribsan. Darajamni ko'tarmoqchisan. Bilaman bunga. Faqat shu kun najot kunini tezlashtirganda duoda turasiz, keyin najot keladi.